Assalomu alaykum. Bugun pi son haqida gaplashamiz. Nima uchun aynan bugun pi sonni eslab qoldik? Sababi 14-mart pi son kuni deb nomlangan. Endi biz buni mashhur son deb ataymiz. Matematikada o'zi ayrim sonlarni, demak, xosiyatli va ayrimlarni bexosiyat ekani haqida uzun quloq uydirmalarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Masalan, ayrimlar 7 raqami boshqacha, ya'ni ijobiy ko'z bilan qarasa 13 raqamiga aksincha salbiy yondashadi. Aslida sanoq tizimidagi hech bir son xosiyatli yoki bexosiyat bo'lolmaydi. Sonlarga nisbatan salbiy yoki ijobiy xususiyat nuqtai nazaridan yondashish va ulardan qandaydir g'ayritabiiy xosiyatlar kutish bo'lmag'ur irim-sirimdan boshqa narsa emas. Lekin matematikada shunday son borki, ushbu sonni matematik mutaxassislar va ayniqsa geometriya shinavandalari haqiqatan ham ardoqlashadi. U haqida ming yillardan buyon butun boshli jild kitoblar bitilgan. Ushbu son riyoziyot va handasa ilmining eng o'tkir zehnli olimlarini qiziquvchan talabalarini hali hanuz o'ziga maftun etib kelmoqda. Hatto bu son haqida Gollivudda kinofilm ham ishlangan. Mayli, gapni cho'zmaylik. So'z demak pi son haqida ketyapti. Pi son, xo'p, keling. Ushbu darsimizda biz ham mazkur ajoyib va qiziqarli sonni o'ziga xos jihatlari haqida fikr almashamiz. Har qanday aylananing uzunligi va diametrining o'zaro nisbati doimiy o'zgarmas son bo'ladi. Ya'ni diametr chizadigan bo'lsak, bu yerda diametr chizadigan bo'lsak, demak bu aylana diametri bu yog'i demak aylana uzunligi. Bu yoqda demak aylana uzunligini diametrga nisbati doimiy, ya'ni o'zgarmas, konstanta deb yozib qo'yaylik. Konstanta. Bu oddiy haqiqatni unchalik qiyin bo'lmagan o'lchashlar va kuzatuvlar orqali tez payqash mumkin. Haqiqatan ham aylana uzunligi va diametrining nisbati xoh u koinot miqyosidagi ulkan aylana, masalan biror osmon jismi orbitasi bo'lsin, yoki aksincha ko'zimiz o'rganib qolgan odatiy narsalar, masalan avtomobil g'ildiragi yoki kompyuter DVD disklari bo'lsin, doimo bir xil sonni konstanta beradi. Ya'ni mana shu ko'rinishda biz chizganday bo'ladi. Endi matematikada aylana uzunligini odatda nima deb olamiz? S deb olamiz. Diametrini D deb olamiz. D. Shunga ko'ra biz mana bu nisbatni va konstanta ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Aytganimizdek, ushbu nisbat istalgan aylana uchun bir xil sonni beradi va aynan shu nisbat fanda nima bo'ladi? Pi Demak, yunoncha bu pi harfi bilan belgilanadi.
P'ning o'nlik kasr bo'yicha yaxlitlangan va virguldan keyingi dastlabki 50 ta raqami bilan ifodalangan qiymati quyidagicha. P taqriban 3,14, hop 15, 92, 65, 35, 35, 89, 79, 79, 323, 846, 846, 264, devam bu yoqda. 264, 33, 83, 279, 279, 50, 288, 4197, 4197, 1693, 1693, hop 9937, 9937, 75, 10 va hokazo ketaveradi. Bu o'rinda tenglik belgisining to'lqinsimon ekanligiga e'tibor qaratgan bo'lsangiz kerak. Mana bu to'lqinsimon. P belgisi taqriban teng ma'nosini anglatadi. Asrlar mobaynida olimlar ushbu sonning 3,14 dan keyingi davomiy qismini imkon qadar aniq ifodalashga urinib kelganlar. Bu borada iloji boricha katta aniqlikka erishish uchun barcha zamonlarda eng ilg'or matematiklar butun salohiyatlarini ishga solib izlanishgan. Demak, endi moziyga qaytib, ya'ni Arximed usuli. Fanga ma'lum manbalar ichida P haqida qayd etib o'tilgan eng qadimiysi bu eramizdan avvalgi 1650-yillarga taalluqli deb hisoblanuvchi qadimgi Misr papirus qog'ozidir. Ahmes papirusi deb nomlanuvchi ushbu manbada P'ni qiymatini 3,16 ga teng deb keltirilgan. Ehtimolki ushbu papirusdagi yozuv muallifi yashagan zamondan boshlab matematiklar orasida P'ning virguldan keyingi xonalarida joylashuvchi raqamlarini aniq topishga bo'lgan jiddiy urinish va ilmiy raqobat ibtido olgan bo'lsa kerak. P haqidagi qayd etilgan Ahmes papirusdan keyingi yana bir qadimiy topilma qadimgi Bobil yodgorliklariga oid sopol bo'lagi bo'lib, u taxminan eramizdan avvalgi 200-yillarga tegishli deb qaraldi. Ushbu sopol yodgorlikda P'ning qiymati 3,125 ga teng deb keltiriladi. Bizga ismi sharifi aniq ma'lum bo'lgan olimlar orasida esa eng birinchilardan bo'lib Arximed P'ni aniq hisoblashga uringan. U P'ni aniqlashning o'ziga xos usulini aytish joizki, tarixda ilk marta sof matematik usulini ishlab chiqdi. Keling, shunga muvofiq bu usulni keyingi o'rinlarda Arximed usuli deb ataymiz. Arximed usuli juda murakkab va uzoq bayon qilinadi. Shu sababli uning mohiyatiga qisqacha to'xtalib o'tish bilan cheklanamiz. Arximed aylanaga avvalo biror ko'pburchakni ichki chizadi. Keyin esa shunday ko'pburchak mazkur aylanaga tashqi chiziladi. Aylana uzunligi ushbu ikki ko'pburchaklar diametrlar orasida o'rtacha qiymatni olish kerak. Aylana diametri esa birlik sifatida qabul qilinadi. Ko'pburchaklarning yuzini doimo aniq topishning imkoni bo'ladi.
aylananing yuzi esa doimo taqribiy qiymati bilan topiladi. Shu tarzda Arximed aylanaga ichki chizilgan ko'pburchakning burchaklari sonini ketma-ket orttirib borish bilan ularning ko'rinishini aylana shakliga maksimal yaqinlashtirib boradi. Demak, ularning yuzalarining qiymatlari ham o'zlariga ichki va tashqi chizilgan aylana yuziga maksimal yaqinlashib boradi. Xullas, shu yo'sinda Arximed pining qiymati quyidagi nisbat orasida ekanini topadi. Ya'ni 223 taqsim 71 dan katta pi kichik 22 taqsim 7. Arximedga ko'ra pi taxminan quyidagi oralikda aniqlanadi. Demak, 223 ni 71 ga bo'lsak, taqriban 3,14, keyin 0,845 va hokazo. Pi bu ham kichik 3,14, 28, 57 va hokazo. Arximed hisoblashlarini muntazam 96 burchakgacha olib borgan deb taxmin qilinadi. Arximeddan keyingi asrlarda uning ishlab chiqqan usuli mazkur sonni aniqlashtirish uchun asosiy matematik vosita bo'lib qoldi va deyarli barcha olimlar aynan shu usuldan foydalanishadi. Bunday pi haqida juda ham keng kitoblarda yozilgan. Bu pi haqida gapirsak soatlab, kerak bo'lsa kunlab gapirishimiz mumkin. Bugun, ya'ni 14-martda pini eslaganmiz. Pi soni kuni deb nomlangan. Nima uchun? Chunki pini biz taqriban 3,14 deganmiz, deb olganmiz. Ya'ni 3-oy 14-sana bo'lgani uchun 14-martda pi soni kuni deb olingan. Agar video darsimiz yoqqan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki pi soni haqida bunday ma'lumot olish juda ham foydali.